Good day, my English learners. Today we are going to learn Unit 23, I will and I'm going to. Let's get it started. Kelajakdagi ish harakat Will. va Going to. ning farqini o'rganing. Sara Helen bilan gaplashyapti. Let's have a party. Kel bazm tashkil qilamiz. That's a great idea. We'll invite lots of people. Ajoyib fikr. Biz ko'p odam taklif qilamiz. Will. Endigina qabul qilingan qaror uchun qo'llaniladi. Bazm haqidagi fikr yangidir. Biroz vaqtdan keyin Helen Denni uchratadi. Sarah and I have decided to have a party. We're going to invite lots of people. Sara va men bazm tashkil qilishga qaror qildik. Biz ko'p odam taklif qilmoqchimiz. Going to. Biror ish harakatni qilish haqidagi qaror allaqachon qabul qilinganda qo'llaniladi. Helen Dave bilan uchrashishidan oldinroq ko'p odam taklif qilishga qaror qilgan. Taqqoslang. George phoned while you were out. Okay. I'll phone him back. Tashqarida bo'lganingda George qo'ng'iroq qildi. Yaxshi. Unga qaytib qo'ng'iroq qilaman. Lekin George phoned while you were out. Yes, I know. I'm going to phone him back. Tashqarida bo'lganingda George qo'ng'iroq qildi. Ha, bilaman. Unga qaytib qo'ng'iroq qilmoqchiman. birinchi misolda qo'ng'iroq qilish haqidagi qaror suhbat vaqtida qilinayotgan bo'lsa, ikkinchi misolda qo'ng'iroq qilish allaqachon rejalashtirib bo'lingan. And is in hospital. Oh really? I didn't know. I'll go and visit her. Anna kasalxonada. Rostdanmi? Bilmagandim. Uni borib ko'raman. Lekin And is in hospital. Yes, I know. I'm going to visit her tomorrow. Anna kasalxonada. Ha, bilaman. Ertaga uni borib ko'rmoqchiman. bu gaplarda ham shunday. Birinchi misolda Annani borib ko'rish qarori endigina, ya'ni suhbat vaqtida qabul qilinayapti. Ikkinchi misolda esa Annaning kasalxonada ekanligi suhbatdoshga allaqachon ma'lum va u Annani borib ko'rishni oldinroq rejalashtirib qo'ygan. Kelajakdagi hodisalar va vaziyatlar bashorat qilish. Kelajakdagi hodisalar va vaziyatlar haqida gapirish uchun Will. va Going to. larning ikkalasini ham qo'llash mumkin. Shunday ekan, quyidagicha deyish mumkin. I think the weather will be nice later. I think the weather is going to be nice later. Menimcha, keyinroq havo ochiq bo'ladi. Those shoes are well made. They'll last a long time. Those shoes are well made. They're going to last a long time. Bu poyabzal yaxshi tikilgan. U uzoq xizmat qiladi. Something is going to happen. Ya'ni biror narsa sodir bo'ladi deganimizda, biz hozirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda biror narsaning sodir bo'lishini bilamiz. Look at those black clouds. It's going to rain. Ana u qora bulutlarga qara. Yomg'ir yog'moqchi. Bunday fikrga biz hozir ko'rayotgan bulutlar olib keldi. I feel terrible. I think I'm going to be sick. Men o'zimni yomon his qilayapman. Menimcha kasal bo'laman. Kasal bo'lishimni hozir o'zimni yomon his qilayotganimdan bilaman. Bu kabi vaziyatlarda Will. ishlatilmaydi. Shuningdek, Unit 20 ga qarang. Boshqa vaziyatlarda Will. ni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Tom will probably arrive at about 8 o'clock.
Tom ehtimol soat 8 da keladi. Ya'ni Tom soat 8larda kelishi mumkin. I think Anne will like the present we bought for her. Menimcha, Annaga u uchun sotib olgan sovg'amiz yoqadi. Shu bilan unit 23 tugadi. Endi odatdagidek leksika uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Shuningdek, ushbu rolik uchun like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivoji uchun katta yordam beradi. Do'stlaringizga ham darslarimiz haqida xabar bering va ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!